Bugun biz o'z obunachilarimizni xursand qilgani Farg'ona shahrining Lo'g'on qishlog'iga tashrif buyurdik. Siz savdo do'konlariga obuna bo'lganmisizlar? Instagram, Telegram tarmoqlariga obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi safar sovg'a yutib olishlaring mumkin. Hozir obuna bo'lib qo'yinglar. Mana opamiz shartlarimizni bajardi. Mana sovg'alarni topshiryapti. Bizni kuzatishda davom eting. Rahmat. Instagram, Telegram tarmoqlariga Munis savdo do'konlarini obuna bo'lganmisiz? Yana opamiz obuna bo'ldi. Bizni kuzatishda davom eting. Rahmat, sog' bo'ling. Bu qizimizdan Instagram tarmog'imizga obuna bo'lgan ekanlar. Mana sovg'alarimizni. Rahmat. Mana Munis savdo mebel kredit firmasidan Munis savdo do'konlaridan. Do'konlardan sovg'a berdi. Bugun men qulay kunim edi. Kutilmagan bo'ldi. Hammalaring ulaninglar, a'zo bo'linglar Telegramga, Instagramga, Munis mebelga. Instagram, Telegram tarmoqlariga Munis savdoga obuna bo'lganmisiz? Yo'q. Bo'lib qo'ysiz. Telegram bor hozirda. Bo'lib qo'ysiz, keyingi safar sovg'a yutib olishingiz mumkin. Mana opamiz Telegram sahifamizga obuna bo'ldi. Keyingi safar yana kuzatib borsiz, kelganingizda sovg'a yutib olishingiz mumkin. Sog' bo'linglar. Keyingi manzilimiz Valik qishlog'i bo'ladi. Valiklilar tayyor turinglar.